Har bir jon o'lim achchig'ini totuvchidir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Oradan keyin mana muzlashlar bo'lyapti. Mana muz. Alloh taolo qabrni pulni qilsin, gunohlarni mag'firat qilsin. Musulmonlarni o'tganlarimizni. Har birimizni mana shunaqa qabrlar kutyapti, birodarlar. Faqat amallarimiz, solih amallarimizni ko'paytirsak, bu muzlarni tagida siz bilan biz bo'lamiz. Tuproqlar tagida har birimiz. Biz bilan nima bo'ladi? Amallarimiz bo'ladi. Alloh taolo solih amallarni qilishlikni va o'zining yo'lida o'zi rozi bo'ladigan holatda jonimizni olishligini Allohdan so'raymiz. Assalomu alaykum ya ahlal qubur. Allohumma arham mutana. Mana birodarlar, har birimizda mana shu qabristonlar kutib turibdi. O'limni eslaylik. Eslataylik. Mana qish kuni ham keldi. Qor yog'di, qordan keyin muzlashlar bo'lyapti. Mana shunday sovuq joylarda pechka yo'q. O'zimiz qolamiz. Pechkamiz nima bo'ladi? Solih amallarimiz. Alloh taolo o'zi solih amallar qilib o'tishlikni muvaffaq qilsin, nasib qilsin, xotimamizni go'zal qilsin. Amin ya Rob. Bu yerda shahid birodarlarimiz bor. Alloh shahodatlarini qabul qilsin. Va zilzilada ham shahid bo'lgan birodarlarimiz bor. Ularda ham shahodatlarini qabul qilsin. Tüm musulmonlarni Alloh taolo o'zi gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsin. Amin ya Rob. Amin. Sahobalar o'limni ko'p eslaganidan Alloh taolo ularning oxiratini ham obod qildi, dunyosini ham obod qilgan birodarlar. Birodarlar, o'limni ko'p eslaylik. Mana shu qorlar, mana sovuqlar biz bilan nima amalimiz kiradi bu qabrga. Alloh taolo o'zi qabrlarni nur qilsin musulmonlarga. Amin. Shahid akalarimiz bor. Zilzilada oilalari bilan shahid bo'lishgan oilaviy. Xuddi mana shu yerlarga dafn qilingan edi. Alloh taolo gunohlarini kechirib, qabrlarini nur qilgan bo'lsin. Amin ya Rob. Akamiz farzandi bilan, ikkita farzandi bilan. Bu yerda bir tog'amiz bor. Bu yerda ham bir oila bor. Ayoli, o'zi va homilador farzandlari bilan. Alloh taolo o'zi gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsin. Amin ya Rob. Qabrni nur qilsin. O'lim soati kelganda inson aytar ekanda, ozgina bo'lsa ham o'limni kechiktirsang, sadaqa qilib olsam va solih amallarni ko'paytirsam, lekin o'lim bitib bo'lgan, ya'ni ajal bitilgan. O'sha zahoti inson ko'p nadomat qilar ekanmiz. Alloh taolo o'zi nadomat qiluvchilardan qilib qo'ymasin. Solih amallarni oldindan qilib yuraylik birodarlar.